Diqqat! O'zbekistonda bir haftalik ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Kech bo'lmasidan tayyorgarligingizni ko'rib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonning katta qismida ish haftasi davomida quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, dushanba kuni faqat Samarqand, Surxondaryo viloyatlarida, ayrim joylarda va Farg'ona vodiysida ertaga kunning ikkinchi yarmida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Kunduzgi havo harorati 26-29 daraja atrofida. Janubida va cho'l hududlarda 30-33 darajagacha bo'ladi. 29-30 aprel kunlari respublikaning ko'pchilik viloyatlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. O'zbekistonning shimoli-g'arbiy hududlarida 30 aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Havo harorati kunduz 28-33 daraja, janubda va cho'l hududlarda 35 darajagacha bo'ladi. 1-mayda respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati deyarli o'zgarmaydi. 30 aprelda shimoliy g'arbiy hududlarda, 1-mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati dushanba kuni kunduz 26-28 daraja, seshanbada 27-29 daraja, 29-30 aprel va 1-mayda 29-32 daraja bo'ladi. Kechalari harorat 14-17 daraja bo'ladi. 28 aprel 4-may kunlari respublikaning tog'li va tog'li hududlarida sel suv toshqin xavfi bor deyilgan xabarda.